Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 29-may kunidan 1-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 29-30 may kunlari 18-23 daraja, 31-may va 1-iyunda 13-18 darajagacha pasayadi. Kunduzi 29-may kuni 33-38 daraja, 30-may va 1-iyun kunlari 28-33 darajagacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 29-30-may kunlari 18-23 daraja, 31-may va 1-iyunda 20-25 daraja. Kunduzi 29-31-may kunlari 33-38 daraja, 1-iyunda 28-33 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 29-may kuni 15-20 daraja, 30-may va 1-iyunda 20-25 daraja. Kunduzi 29-may va 1-iyunda 30-35 daraja, 30-31-may kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 29-may kuni kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. 30-31-may kunlari kechasi 19-24 darajagacha, kunduzi 35-40 daraja. 1-iyunda kechasi 19-24 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat 29-may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja. 30-31-may kunlari kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja. 1-iyunda kechasi 16-21 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 29-31-may kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 1-iyunda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Harorat 29-may kuni kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi. 30-mayda va 1-iyunda kechasi 13-18 darajagacha ko'tariladi. Kunduzi 30-31-may kunlari 25-30 daraja. 1-iyunda 22-27 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Do'stlar, agarda siz kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.